Telebola Xudoyberdi To'xtaboyev. Peshonasiga televizor yopishib qolgan bolaning sarguzashtlari. Ikkinchi qism. Voy! Debdi Omonboy peshonasini ikki qo'llab ushlab. Keyin qo'rqib ham ketibdi. O'rnidan turmoqchi ekan, qiziq, boshi zil-zambildek og'ir emish. Peshonasiga yopishib qolgan televizorchani olib qolmoqchi ekan, televizorcha miyasining ichiga kirib ketayotgan emish. Boshimning og'irligi shundan bo'lsa kerak, deb o'ylab battar qo'rqib. Voy dod! Deb o'rnidan turib ketibdi. Xayriyat, shu paytda fermadan qaytgan oyijonisi ko'cha eshikni sharaqlatib ochib kirib kelayotgan ekan. Qo'ltig'idagi bir quchoq o'tni yerga tashlab, "Voy bolam, nega dodlaysan?" deb so'rabdi. "Peshonamga televizor yopishib qoldi, ko'rmayapsizmi?" deb rostmana yig'lab yuboribdi Omonboy. Voy o'lmasam, chindan ham peshonang shishib ketibdi. Shunday deb mehribon oyijonisi o'g'lini tizzasiga olib, peshonasini silasa, tavba, peshonasi qo'lni kuydiradigan darajada issiq emish. Voy o'lmasam, seni qovog'ari chaqqanga o'xshaydi, debdi yana oyijonisi. Omonboy yig'lab, "Ari chaqqani yo'q, kichkina televizorcha miyamga kirib qoldi. Mana, o'zingiz paypaslab ko'ring. Mana ekrani, mana buraydigan joylari. Ana otliqlar kelyapti, qo'llarida yalang'och qilichi bor. Ana qo'shkarnaylar chalindi, qoching, hozir jang boshlanadi", degan gaplarni aytarmish. Oyijonisi qo'rqib ketibdi. Juda qo'rqibdi. Suyukli o'g'lini ko'tarib ichkariga olib kirmoqchi bo'lgan ekan, voy tavba, o'g'li zil-zambildek og'ir emish. Bunday qarasa, xontaxta ustida turgan kichkina televizorcha ham yo'q bo'lib qolgan emish. "Televizorchani biron kishiga berganing yo'qmi?" deb so'rabdi o'g'lidan. "Peshonamning ichida deyapman-ku." Endi Omonboy dodlab yuboribdi. Oyijonisi ham qo'rqib ketibdi.